Aldım mı? Hop. Authenticate etip alışlamamız gerek. Authenticate kılama. No'nu authenticate eteme. Karanglar username degan üstün var mı deme, username şu neme deng mi deme. Last no edi? Password'u deng mi deme? Password'ga. Password'ga. Yani no bo'p turibdi. İbide input'tan kıymatla geladi, shundaymi? Sizlar kiritesizlar kıymatları. Şu bazadaki bilan bormi deydi. Tushunarlimi? Authenticate. Xo'p, authenticate'i biror bir o'zgaruvchiga no qo'yib qo'yamiz. Saqlab qo'ysak bo'ladi. Masalan, user teng authenticate deb. Tushunarlimi? Endi shu bilan bo'ldimi desangizda, yo'q, bo'lmadi. Sizlarga savol. Ina to'g'rimi, to'g'ri emasligini tekshirdik. Shundaymi? Parollar to'g'ri keladimi, to'g'ri ekanmi tekshirdik. Shundaymi? Necha tishlamiz kerak bu yerda? Masalan, qaranglar. Sen login parolingni yozding, username'ingni yozding. Username bilan parolingni yozding. Bosding, tekshirdi. Endi necha tish kerak? Çıkartmamız gerek. Ama xato bo'lsa xato, agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyish kerak. Yana necha tish kerak? Bosh sahifagami yo login ettirish kerakmi axir? Ha? Bizlar login degan vaj kerak bo'ladi. Necha etamiz? Demak, authenticating yanında login degan funksiyani chaqiramiz. Login. Tushunarlimi? Endi necha etaman? O'sha odamni men login ettirib olishim kerak. Necha etaman? Login deyman. Noni? Request ketadi. Qaysi odam request etib turgan bo'lsa, ya'ni shu userni necha etamiz? User degan o'zgaruvchimi login ettirib olaman. Ana endi qaysi ish qaranglar. Login etgandan keyin necha etamiz buni? Biror bir sahifaga qaytarib berish kerakmi? Hozir turmi? Bu yerda tursinmi? Return turib qaysi HTMLda ro'yxatda login ettiramiz. Request ketadi. Necha etamiz keyin? Login yoki user login deymiz. User login.html deyman. Tushunarlimi? Bunda bu dictionary ko'rinishda qiymat ketmaydi. Ana endi bu funksiyani ishlataman. Necha deb ishlatamiz? Tibida user no degan ochamiz. User kamchiligi bor. Hozir ko'ramiz. Sizlar hozir hammasini yozib bersam, kod ko'chirasiz. Endi necha etamiz? Forum bilan necha etamiz dedi? Metodini post bo'ladigan bo'lsa, ichidan input qo'yaman. 2. Birinchi input nima edi? Input 2 dana qo'yaman. Birinchisini username, ikkinchisini nima qo'yaman? Password qilaman. Shundaymi? type'ini ham password o'zgartirib keting, chiroyli chiqadi. Xo'p, keyin nima qo'yaman? Qunupga qo'yaman, kirish degan qunupga, kirish. Endi necha etamiz bu yerda? Type'ini submit etaman. Keyin nima yozishim kerak? URL yozishim kerak. Shundaymi axir? Path yozishim kerak. User login qaranglayna. Login etsizda qaysi login ishlatchaklaydi bilmaysizlar, muammo bo'ladi. Tushundingizlarmi? Shuning uchun buni yozmanglar iloji boricha. Path deymiz, keyin ishlatamiz. Login page uchun ne açaman? Login degan yo'nalishda, xo'p. Endi necha etamiz? User login keyin name bilan qo'yib ketamiz, no deb. Login, ya'ni user login deydi, shuni login. Xo'p, endi bu yerga virgül qo'yaman. İbedeki virgüllarni qo'yib yuringlar, iloji bo'lsa har birini. Ana endi loyihani ishlatib ko'raman. İşlab turibmi? Crepsi token baribir qaytib ketgan ekan, ibeda. Login qaranglarda, login etchak vaqt no qaytib ketgan, Crepsi token qaytib ketgan. Sabab nechun? Post bo'lsa, neyda post bo'lsa, uni ishlatib deganman. Crepsi tokenni qo'yib ketish kerak. Xserifmi, Crepsimi? Qaysi to'g'ri?
Sref kısırı tokenay. Hop. Endi geleme. 127 dedim ha. Qaranglar. Yana endi login page'imni o'tib ko'ring qani. Login degan page'imni o'tib ko'ring. Yozib ko'raman. Tohirjon boradi, tushundingmi? Buni login etib turib, login etishi kerak. Ishladi, tushundingmi? Lekin login etib turib qaytarmaydi turibdi bosh sahifaga. Tushunib turibsizlarmi? Nechaytamiz buni qaytarish uchun? Target emas, target blank qo'yamiz. İbida view'ma kelaman dag'i qaranglaylar. Login etdik-ku, return etaman agar bu paroli to'g'ri bo'lsa, login etdimak, nera qaytaramiz? Nera? Redirect etishim kerak, redirect chiqarib olaman. Redirect. Noga qaytaramiz? Redirectga ishora qiymat yozishim kerak. Bir yere qaytishim kerak. Bu neda oladi desangizlar, yana URL'da list user, ya'ni bosh sahifami bu? Userlarning ro'yxatini chiqaradi. Shuni ishora qaytar deyman. Yana endi nima bo'ladi desangizlar, qaytadan login page'ini o'tamiz. Login. Xo'p, Tohirjon yozaman. Tekshirdi, bosh sahifaga qaytdi. Endi obishni men ro'yxatda o'tmayapman, shundaymi? 127 desam ham chiqib turibdi. Login etgan odamga chiqsinmi? O'sha page bo'ladimi? Bu yerda nechaytamiz? Qaranglar. İbiri bor. İkki usuli bor, qaranglaylar. İbu funksiya, ya'ni uchu funksiya imchakka chiqarsanglar bo'ladi. Required degan funksiyani ya'ni chiqarib ishlasanglar bo'ladi. Biri bu sahifani o'qishni milib tashlasanglar bo'ladi. Tushundingizlarmi? Nechata aytamiz desangizlar, qaranglar. Nechatasizlar? If desa, ya'ni bizlar nechata ishlashimiz kerak? Jinja bo'lganligi uchun shunchaki ko'ch qo'yamiz. If ochdim, if yopaman. Eng pastga tushiraman buni, tushundingmi? Xo'p. If qaranglar, if nima deyishim kerak? User, ya'ni user foydalanuvchi ro'yxatdan o'tganmi deyman. Is authenticated okay. Indam durumlarda authenticated. Xatami? Yo'q. Authenticated deyman. Endi and if deyman. Xo'p, endi bosh sahifama kelaman, ya'ni yana ko'rdingizlarmi? Yo'q, hech yo'q. Tushundingizlarmi? Login etmagan-ku yana, qaranglar, yana bosh sahifama kelsam hech ko'rinmaydi turibdi. Tushunarlimi? Tushundingizlarmi endi? Nima uchunligini? Endi bosh sahifani login etmagan odam uchun nechatni aytamiz, bu yerda else qismini qo'yamiz. Nechati? Else deyman, no yozaman ibara. Ro'yxatdan o'tmaganmisan, ro'yxatda o'tish pejini ko'rsataman. Nechatni ko'rsataman? Yo'q, login pejini ko'rsataman. Agar no deymiz, URL deyman, ibara kelamanda no yozaman. Login, user login etib qayt deyman. Tushunarlimi? Nechat deyman aka? Login etib qayt deyman. Tushunarlimi? Endi men ko'rsatmaydi turibdi-ku, shundaymi? Login deyman, ibara ayga hech yozmadim-ku, ko'rinmaydi. Shuning uchun qaranglar, men ibada login etib qo'yibman. Login etsam, login etib qayt degan funksiya ko'rinmaydi, shundaymi? Lekin login etmagan userimdan ibadan girsam login et deydi. Tushunarlimi? Tushundingizlarmi? Mana login yozaman, Tohirjon deyman, boradi bu, shundaymi? Ro'yxatda o'tdinglar. Login pejimni ochib berdi. Tushunarlimi? Aslında saytlar shunday ishlaydi. Hozir men sizlarga yana birini ko'rsataman, qaranglar. Mana maynan shu sayt tayyorlab qo'yibman-ku, Jadid degan. Yana qaranglar, jadid.uz hozir ishga tushib olsin bu platforma. Aynan shu funksiyani men ham ishlatib qo'yibman.